vatandaşlar. Şarkı Türkistan Haber Agentliği'nin haberler programısını görüşənlərni qızğın qarşı alırız. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerikanın Xitayda turuşluq elçixanası Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının kişilik hüquq işləri yuqori dərəcəlik məxsus xadimlar iş beceriş organının Xitay Xalq Cumhuriyeti atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq kişilik hüquqqa dair nöqtəlik məsələlərini bağlaş dokladını etiraf qıldıqlarını bildirgan. Dokladda Xitayning Uyg'urlarga qaratgan xohlagancha kamsitib turmaga sulash qilmishlari xalqaro jinoyat bo'lib, insoniyatga ziyon yetkazadigan jinoyat deyilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtun Ala apandi ijtimoiy axborot supsi X'da 4-sentabr kuni buningga inkas bildirib, Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerikaning Beyjingdagi elchixonasining Uyg'urlarni xohlagancha kamsitib turmaga solganligini tilga olganligiga rahmat aytdi. Qandaqla bo'lmasin, u bosh elchixonani davom qilayotgan Uyg'ur fojiasining haqiqiy mohiyatini xalqaro jinoyat bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi ehtimol degandek ehtimollikqa tushirishdan saqlanishga undaydi. Shuni unutib qolmaslik kerakki, 2021-yili 1-oyning 19-kuni sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millat to'piga qilgan vahshiyligining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilganligini qaror qildi. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi Xitoyni mamnun qilish uchun bayonni yumshatishga urinmay, Amerika hukumatining Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi oldingi maydonini qayta muayyanlashtirishi kerak. Bu talab borgan sari jiddiylashmoqda, chunki xalqaro jamiyat asta-asta bo'shab ketish, sal qarash va oxirida Uyg'ur qirg'inchiligidan voz kechish xohishini namoyon qilmoqda. Bu Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa tur xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa nisbatan aytganda cho'ng bir adolatsizlik hisoblanadi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyor Xitoyning islom partiyalarini o'zining ish uchun qo'llanganligini aybladi. Dakka tribunasining yaqinqi xabariga qaraganda, Xitoyning Dakkadagi bosh elchisi Yavlin dushanba kuni Dakkaning Mug'i bozoridagi jamoatining bosh organida Islom Bengal jamoat islom partiyasining doktori Amri Shafiqur Rahman bilan ko'rishgan. Bu jamoat 1971-yildagi urushda Hindistonga taslim bo'lishdan ilgari millionlagan bengalliklarni o'ldirgan G'arbiy Pokiston askarlari tarafda turgan. Shayx Hasana hukmronlik qilgan mezgilida jamoat rahbarlarining ko'pinchisi 1971-yilgi urush jinoyati bilan o'lim jazosiga hukm qilingan yoki uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Shayx Hasana kam deganda 500 odam qazo qilgan o'quvchilar qo'zg'alganidan keyin 8-oyning 5-kuni Hindistonga qochib ketgan. Yuqori darajalik maslahatchi va Nobel tinchlik mukofoti sohibi Muhammad Yunus boshchiligidagi vaqtliq boshqarishning birinchi bo'lib qilgan ishi Hasana tarafidan turmaga tashlangan jamoat va islomchilarni turmadan qo'yib etish bo'lgan. Dokladda aytilishicha, urush jinoyati ustidan sud qilish 2010-yil martda boshlangandan buyon hech qanday diplomat azaldan jamoatning ishxonasini ziyorat qilib boqmagan ekan. Xitoy yig'inga yuqori baho bergan. Xitoy bosh elchisi Pokiston bilan bo'lgan munosabati bilan tanilgan jamoat islomni yaxshi tashkillangan deb maqtagan. Suhbatda ma'arif, madaniyat va taraqqiyot qatorliq o'zaro qiziqadigan masalalar muzokara qilingan. Ikki taraf Xitoy-Bengal munosabati, partiyalar aro almashtirish va hamkorlik, o'rtaq ko'ngil bildirilgan boshqa masalalar haqida cho'nqur fikr almashtirgan. Rahman Xitoyning Bengalning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga qo'shgan tuhfasiga opirin o'qigan va jamiyatning bir Xitoy prinsipini qat'iy qo'llaydiganligini qayta ta'kidlagan. Ikki davlat munosabatini texmo yaxshilaydiganligi to'g'risida va'da berib, Xitoyni Bengalga mablag' solish va asliga keltirishga texmo aktiv bo'lishga chaqirgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 3-sentabr kuni ijtimoiy axborot supsi X'da Xitoy islomchi siyosiy partiyalarni o'ziga jalb qilib, dushmanlari bilan urushadigan va Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'ol, mustamlika, irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlaydigan vakil sifatida qo'llandi. Islomchilar Atsit Xitoy kompartiyasi bilan hamkorlash orqali Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini emas, balki islom e'tiqodini setib etdi. Keskin haqiqat shuki, Atsit Xitoy islomchilarning eng chong qo'llovchisiga aylandi. Bu islomchilar o'zlari ishongan, aqida qilgan barliq narsalarga qarshi turadigan irqiy qirg'inchilikchi atizm hokimiyatining eng sodiq ittifoqdoshlariga aylandi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandining islom partiyalarini ogohlantirgan bu uchri dunyo matbuotlarida xabar qilindi. Xabarlar Turkmen xabar to'ri va ANI xabar to'rining 3-sentabr kunidagi
Әң ахырқы xəbərlər торының 4 sentabr günüdəki xəbərdə Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin təşqi işlər və bexəterlik ministri Salih Xudayar Xitayni İslam siyasi partiyaları bilan strategik ittifaq tuzdi və ularni Xitayning rəqiblərinə qarşı qurol sifatida işlətdi deb ayıpladı. U bayonotida islom partiyalarining otist Xitoy kommunistlari bilan ittifoqlashish orqali Uyg'ur va boshqa turk musulmonlariga xiyonat qilganligini, shundaqla o'zlarining diniy prinsiplariga buzg'unchilik qilganligini o'tirib qo'yib, otist Xitoy kommunistlari bilan ittifoqlashish orqali islomchilar Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini emas, balki islom e'tiqodini setivatdi. Ro'shan haqiqat shuki, otist Xitoy islomchilarning eng chong qo'llovchisiga aylandi. Bu islomchilar irqiy qirg'inchilikchi otizm hokimiyatining eng yaqin ittifoqdoshlariga aylandi. Xitoy islomchi siyosiy partiyalarni o'ziga jalb qilib, dushmanlari bilan urushadigan va Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'ol, mustamlika, irqiy qirg'inchilik jinoyatini oqlaydigan vakil sifatida qo'llandi dedi. Salih Xudayarning bu bayonoti Bengalning Jamoat Islom partiyasining amiri Shafiqur Rahmanning Dakkadagi Mugbazardagi jamoatining bosh organida Xitoyning Dakkada turishliq bosh elchisi Yavlin bilan ko'rishgandan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Xabarlarga qaraganda Yavlin Jamoat Islomning ko'rsatgan mehmon do'stligidan mamnun bo'lgan va Jamoat Islom intizomchi partiya degan. 1971-yildagi urushda Jamoat Islom Hindistonga taslim bo'lishdan ilgari bengalliklarni keng ko'lamda o'ldirishga mas'ul bo'lgan G'arbiy Pokiston askarlarini qo'llagan. Shayx Hasana hukmronligida nurg'ulg'an jamoat rahbarlari bu urush jinoyatiga chetishliq bo'lganlik uchun yo o'lim jazosiga hukm qilingan yoki uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlariga qaratgan bostirish siyosati sababidan xalqaro tanqidga duch kelgan. Bir qism islom partiyalari bu masalaga Xitoy bilan strategik yoki siyosiy ittifoqdoshlik o'rnatganlikdan sal qaragan. Boshqa nurg'un islom partiyalariga o'xshash Bangladesh Jamoat Islom, Falastin va boshqa joylardagi musulmonlar duch kelgan masalalarga ko'ngil bo'lsa-mu, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qildi deyildi. Amerika Federal tekshirish idorasi bir juft Xitoy ayolni Xitoyga istixborot yetkazish va boshqa josuslik qilmishlari bilan qo'lga olgan. BBC'ning 4 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Federal tekshirish idorasi Nyu-York shtatlik hukumatning yuqori darajalik yordamchisi 41 yoshli Linda Sun va uning yo'ldoshi Christopher Honi Xitoyga axborot yetkazish jinoyati bilan qo'lga olgan. Federatsiya taftish mahkamasining so'ziga qaraganda, 41 yoshli bu ayol o'zining o'rnidan foydalanib Xitoy hukumatining COVID-19 ga munosabatlik rasmiy izlanishlarga maxfiy yordam berishga o'xshash nurg'ulg'an yordamlarni bergan. Bu Tayvan diplomatlarining o'lkalik hukumat bilan aloqalashishining oldini olish va Beijing bilan ichki hujjatlarni maxfiy o'rtoqlashishni o'z ichiga oladi ekan. 14 yilga yaqin vaqt ichida Linda Sun valining yordamchi xizmatchilar boshlig'i bo'lishigacha amalning o'sishi uchun tirishchanlik ko'rsatgan. Xitoy Linda Sun va uning yo'ldoshi Christopher Hoga millionlagan dollar para berib, ularning Nyu-Yorkdagi 4 million 100 ming dollar, ya'ni 3 million 100 ming funt sterlinlik uyini sotib olishiga yordam bergan. Aybnomaga asoslanganda ular yana Havayning Honolulu'dagi 2 million 100 ming dollarlik okean manzillik uyi va 2024-yildagi Ferrari Rim tanarkat mashinasini o'z ichiga olgan hashamatlik mashinalarni sotib olgan. Bu bir juft ayol seshanba kuni Brooklyn Federativ sud mahkamasida chet el vakolatchisi sifatida tizimlatmaganidan viza aldamchiligigacha pul yuyishqich bo'lgan jinoyatini e'tirof qilmagan. Taftish amaldorining tunishtirishicha, Xitoyda tug'ilgan, tabiiy holda uning Xitoy hukumat katiboshlari va vakillarining buyrug'i, talabi yoki ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilayotganligini aktiv yoshirgan. Bir qatam Amerika hukumatining alayda virusga taqobil turish alayda chaqiriqiga maxfiy holda bir Xitoy katibosini qo'shib olgan. Nyu-Yorkning sobiq taftish amaldori Howard Master BBC'ga bu ayblashning Yangi Jersi shtatining sobiq kengash palata a'zosi Bob Menendez qatorliq yuqori darajalik hukumat amaldorlarining chiriklik bilan chet el hukumatlarining sovg'atlarini topshirib olganligini aks ettirganligini aytgan. Linda Sunning aybnomasida uning Tayvan vakillarining Amerika hukumatidagi yuqori darajalik amaldorlar bilan aloqa qilishi yoki uchrashining oldini olish uchun ishlagan misollari ko'rsatilgan. 2019-yili Tayvanning prezidenti Nyu-Yorkka sayohatga borganda Beijingni qo'llab bu ziyoratga qarshi namoyishga qatnashganligi bayqalgan. 2021-yili 1-oyda Amerikada parda orqasida turib, Beijingning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutib turishi to'g'risidagi so'zlarni o'chirib o'tgan.
Sharq Turkiston sürgündü hökumetining Cumhur Reisi Doktor Mamti Minala Apandi 4 sentabr kuni buningga ijtimoiy axborot suspisi X'da inkos qaytirib, Xitoyga munosabatlik nurg'ulg'an jasusluq delolarini to'plashdan texmi aniq andisa borliqqa keldi. Xitoy jasusluqi Amerikaning hammala yerida. Jasuslarning ko'pinchisi Xitoydan kelgan bo'lib, yo vatani Xitoyga sodiq yoki Xitoyning davlat manfaatiga xizmat qilish uchun aldangan yoki tahdid qilib qo'rqitilgan. Kishilarning ayron qilishi ularning haligacha inkor qiladiganligi Amerikadagi Xitoy jasusluq faoliyatlarining umumlashishi va ig'irligini tushunmaydiganligini tushundirdi. Xitoy jasuslari yaxshi qurilgan va yildiz tortgan jasusluq turlarining yetakchiligida mashg'ulot qiladi. Oshkorlangan bu rezilliklar har ikki partiyada siyosiy qurilishning ustunki qatlamidagi qaror chiqaradigan yuzsiz insonlarning abdi bashirisini yushirib qoladi va diqqatini ulardan uzoqlashtiradi dedi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotgan tajovuzchi Xitoy Uyg'urlarning mozorlariga buzg'unchilik qilmoqda. Tamg'a Turk xabar torining 3-sentabr kunidagi xabarida irqiy qirg'inchilikchi Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining qabrisini yo'qotishga boshlagan. Sharq Turkistonda ishg'olchi Xitoy hukumatining bu sistemlik zo'ravonligi ma'naviy va tarixiy ahamiyatga ega simvollik hurmatga sazovor bo'lgan Uyg'urlarning qabrlari va maqbarasini yo'qotishni o'z ichiga olgan bo'lib, bu turlik erkinlikning yo'qotilishidan boshqa yana qimmatli tarixiy meroslarni, tarix va madaniyat, kultur kimligini yo'qotishga yo'l ochadi. Dunyodagi kishilik huquq tashkilotlari va hukumatlar Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining qabrisini vayron qilishni, ularga sistemlik turda irqiy qirg'inchilik yurgizish, zo'ravonlik qilish qilmishini to'xtatishni talab qilish kerak deyildi. Sharq Turkiston sürgündü hökumetining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda tiriklarga zulm qilib qolmasdan yana oxiratga safar qilgan qarindoshlarimiz, ajdodlarimizning aslilarini haqoratlaydi. Qashqardagi Uyg'ur qabristonligini rəmsizlarcha buzg'unchilikqa uchratishi Xitoy davomlashtirayotgan Sharq Turkistonning kimligi va tarixini yo'qotishga urinishdagi vahshiy irqiy qirg'inchilikning razil bir qismi dedi. Acaba Tengirdan o'zgaga tiz bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 necha yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipangishib ulguradigan ermak kitning tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Acaba Tengirdanlik kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va beg'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlikchisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Acaba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida posibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlikchisining junxocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qetilishiga jon atadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshovidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan ilindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.